Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Ancha bo'pti chiqmaganimizga. Xayrli juma muborak. Qilgan duoinglar, o'qigan Qur'oninglar qabul bo'lsin avvalambor. Juma kuni men soat 12:30gacha ishlayman va bugun qanaqadir bo'ladi-yu, takoy hech kim bilan gaplashgingiz kelmaydi, o'zingiz bilan o'zingiz vaqt o'tkazgingiz keladi. Nimaga shunaqa настроенияda ozgina o'shanga bu yerda atrofda ozgina bitta katta magazinlar bor edi. Anaqa edim, mana yozda SPF'li mistli spreylar bo'ladi, yuzini освежать qiladigan meykapni o'shanaqa olmoqchi edim. Hozir o'sha bitta magazinga kirib, balki yana nimalar olaman. Xohlasanglar, sizlarni ham o'zim bilan aylangan joylarimni ko'rsatib, olib ketib, ko'proq, naверное, magazinlarni aylansam kerak. Yo, balki kofe ham olaman, xudo xolasa, ko'ramiz. Men joyimga keldim. Bitta katta TK Maxx. Polniy kichkinagina joy. Matalan, Vodafone. Nimaga kiramiz birinchi? Primark. Anta Fenty Beauty, luxury anaqalar, makeuplar va kiyimlar bo'ladi. Mana har bir katta joylarni mana shunaqa kartasi bilan bo'ladi o'zini. Men hozir mana bu yerdaman. Next bu yerda bor hammasi nima bor? M&S, Mango, Primark, ular xolos kelinglar, TK Maxx'dan boshlaymiz. Mana qaranglar kremlarni. Wow. Koreyskiy deysizlarmi? Toner ekan. Hamma luxury emas. Kim TK Maxx'ga yo'li tushsa, bilasizlarmi, nima sovet beraman men? Hammaqa yopilgan, seal qilingan, plombalangan narsalar olinglar. Bichni ochilgan narsalarni bu yerda odamlar surib, ayniqsa bir marta teng olib, chetdan ko'zimda konjunktivit yuqtirgandim. O'shandan beri ochuv narsalarni olmayman, olsam ham kamdan kam olaman. Kristin brenddan yaxshi brend. Kipri o'stiradigan serumlar. Yo'q, acha. Просто ko'z atrofiga ekan. Bu nima ekan? 360 shot. Ishlatib ko'ramizmi? Как раз retinoil tugayotir. Bilasizlarmi, yana TK Maxx nimasiga maza qilaman? Hamma sumkalarni color coding qiladi. Bu yerda jigarrang, to'q jigarranglar. Bu yerda oqlar. Bu yerda rozoviy, sariq aralash jigarranglar, qoralar, отдельно. Qaranglar, chiroyligina, biserli. Yozga zo'r ekan. Yana nima ko'rsatay? Sumka mana bitta chexollar. Как раз telefonimga bitta chexol kerak. Popi. Nice. Chiqalar. Yozda hozir hamma plyajli narsalar. Qaranglar, buni ajoyib ekan. TK Maxx menga yana eng yoqadigan joylari bu oyoq kiyimlar. Mamtga bunaqa. 5 bu 38. 38 yarim. 8 уже 42 qiluvchilar razmerlar. Meni razmerim bir xilada 5 yarim bo'ladi. Bir xilada обычно 6 razmer. Sandalye chiroyli ekan. Bu nima? Yozga chiroyli ekan sandalyeski. Nech pul ekanlar? So'lt ekan. Oq bosanoshka ham chiroyli ekan. Milslar. Yangi narsalar ketdi. Детский отделdaman, oyoq kiyim. Buni qaranglar.
Qizimni bosonojkasi kichkina bo'lib qolibdi oyog'iga. Mana bunaqalar как раз ортопедический mana bitta bunaqa chiqqanlarni olish kerak ekan, оказывается. Bo'lmasam oyog'i ploskiy bo'lib qolar ekan. 10-razmer. Mana qizimni bu yerda bolachalarga 1 dan 13 gacha, 13 dan keyin 1 ketadi, nomer 1. O mana Converse mana eng sevimli brendimdan biri va u juda удобный. Ular обычный 60-70 turadi, mana как раз 50 dan. Qizimga 1 qilishim kerak. Bosonojkalarni qaranglar, olib talag kichkinalarga. Mana bu joyi ham mana sevimli joyim. Qarg'aga o'xshayman, mana bo'yi yaltiroq narsa bo'lsa uchib ketiraman. Sirpochka, 3 ta baliqli. Ajoyib antiqa narsalar qilishadi. Mantasi harfli ikkita yurak ekan. Uchalarni qaranglar. Turli sirchilar ekan. Tepasida uzunlar. Soatlar ham bo'ladi bu yerda. Masalan, aytaylik, mana bu soat olsak 19 funt ekan. Bu yerda vaqtingizni o'tkazish kerak. Polniy zo'r narsalar topish uchun tez aylana olmaysiz, lekin bu yerda bir kun o'tkazasiz. Bitta mana ozgina zerikdim. Tepasi ham bor. Tepasida oshxona jihozlari, erkaklar narsasi, chemodanlar, детский narsalar. Обычно. Так что chiqimchamada yiringlar, boshqa magazinga boramiz. Angliyaning eng katta gigiyena, kosmetika, salon, dori, apteka magazini shu bo'ladi. Ham byudjetniy bo'ladi, ham такой люксовый, например, mana klinik, mana eng yaxshi ko'rganim Fenty bor. Blesklari Fenty Skin, Liz Earl, Ordinary, Estee Lauder, Bare Minerals, mineraldan qilinadigan makeuplar. Kimda чувствительный ko'rja bo'lsa, shu narsa eng yaxshisi. Kim yana bor? Elizabeth Arden bor, bu ham yaxshi. Xalas, aytganimdek spreyimni qidiraman shu yerdan. Klinik yaxshi qiladi. Mana bu brendni Mistini eshitdim, juda ham yaxshi ekan. Bunda kapsulalar, yuzingizga ichida mayda kapsulalar bo'ladi. Yuzingizga tushganda ular ochilib, ichida gyaluronik asid, mist, nech pul ekanlar? 22 funt ekanlar. Olib chek ko'ramizmi? Солнцезащитный narsasi yo'q ekan lekin. Minilar. Anva kim ishlatgan? Oxirgi payt juda ko'p eshitaman shu brend haqida. Videorenni bilan toner ekan. CeraVe. Ko'plar CeraVe deb o'qiyotgan buni to'g'ri o'qishi CeraVe bo'ladi va vazelin. По-моему, topdim qidirgan narsamni. Dr. Melaxinni Pure Relief Jelly Serum Irritation. Короче, раздраженный. Ichi gel, lekin sepsiyalar. Ko'rsaman. Ichi suv chiqadi. Mist bo'ladi, lekin ichi gel. Ham bor, приятный такой освежающий. По-моему, shuni olaman. Buni narxi, nima qo'yaylik buni narxini? 18 so'm. 18.50 ekan. Men bilan keladi bu. Mashinamga solib qo'ysam, как раз issiqxo'la. Hatto нет, mashinaga solib bo'lmaydi. Buni menimcha issiqxo'da ayniydi. Surib ko'ramiz. Angliyaning yana
magazinlari bu Beauty Base. Bu yerda hamma atirlar yig'ilgan. Hozir ko'rsataman. Chista narxi uchun. Valentino. Tez ko'rsataman, ko'rishga ulgurasizlar degan umiddaman. Armani, China. Короче, brendlar yana nimasi bor, hozir tez ko'rsataman, o'chib qolmaguncha. Mana qaranglar, arab. Hamma arab anaqalari, atirlari, nima shu polni. Ajoyib narsa qilishim qaranglar. Atir. O'ralishini qaranglar bularni. Kolleksiyalar. Kichkinalari ham bor. Hech lyuksoviy shokoladlarni ko'rganmisizlar? Kelasizlarni olib kirib ko'rsataman ichida nima bor. Bu yerda ajoyib qaranglar, kuchuklarga ham anaqalar suvga qo'yib qo'yishadi. Lazzetda juda ham xosh degani lyuksoviy uchun shikarniy shokoladlar, na подарочный nabor. Yo'da ham o'ziga ko'ti qilishar ekan, ham morоженое. Mana bularni qaranglar sizlar. Assortimentlarni. Ginger. Siroplar. Bu yerda ham bunaqa ishchalarda shokolad jinsi bo'lsa, makaron shape'ida shokoladlar qilingan. Yagodani olchaninchi. Buni qaranglar. Bolachalarga. Ernest Jones bitta oldin Tiffany turar edi. Mango, Fenwick, ana Pandora, Rituals, Accessorize ham yaxshi, juda ham xo'sh. Qayerga boramiz? Kelasiga Fenwick, такой tepasida lyuksoviy kiyimlar, pastda atirlar, bo'yanadigan narsalari. Lancome bot tush kerak menga, tushim tugadi Lancomedan. Hozir tush qaraymiz. Mac aslida bilasizlarmi nima uchun yaratilgan ekan? Podiumda modellarni bo'yantirish uchun, повседневкаga emas, chunki juda ham og'ir, juda ham pigment ko'p. Dior. Kim Dior yaxshi ko'radi? Mana bu highlightini ko'p qizlarda ko'rdim. Anchadan beri, 10 yildan beri, 20 yildan beri ishlatyapman deganlarni diqqatiga. Mana men bu yerda bunaqa chubik bo'ladi. Buni ko'rasizlar, mana chubikka ochilgan 6M yozilgan. Bu degani 6 oy. Bu make-up 6 oydan keyin tashlab yuborishingiz kerak degani. 10 yil, 20 yil ishlatmaylar. Har bitta make-up orqasida necha oy, necha yil ishlatish mumkin yozilgan bo'ladi. Даже mana buni orqasida yaqinlashtirib ko'rsanglar, любой lip gloss, любой тень, например, mana bunda ham bor. Ko'rasizlar mana buni. Yeah, thank you. Yeah. Xullas, hamma make-up o'zini sroki bo'ladi. O'sha srokidan ko'p ishlatmaylar. Men qayerga keldim qaraylar. Amarino degan morоженый anaqasi magazini. Dieta. Next tamam. Qizimga ham kim qildiraman, mana bularni qaranglar. Nek kattalarga bunaqa narsalar qilishmaydi. Mana qarang. Bitta anaqamga sig'adi. O'limga. Xo'sh, menga ishlabdi kerak bunaqa narsalar. Mana shu narsalar juda ham udobni ekan, rosa maza qilib kiydi. Mana bitta. Вот.
nechinchi razm? 32. Kichkina keladi-da. Krokisga o'xshagan. Mana buni qaranglar, mana. Uncha ajoyib bu. Kraska orqasida birinchi razmeri bor ekan. Buni onlayn qilsam ham bo'ladi zakaz, lekin Yevropaga chiqsanglar, mana men bu magazinni eslab qolinglar, Gay House degan. Bu yerda eng shirin kofe qilishadi. Hamma такой pastry shop, ya'ni sandvichlar, bagetlar, shirinliklar. O'zini pekarnisi mana bu обычно polkalarda to'la свежий nonlar turadi. Bu magazin mani bo'lajak uyimni mahallasini shundan yonida bo'lsa, menda hayot komplet. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Свежий salatlari, kofe. Buni kofesini ichmoqchilar. Hi, can I please have a soy flat white to take away? Thank you. No. Maybe.